Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'shqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, Chorvarek kanalini, YouTube kanalini ishqibozlari. Akalar, navbatdagi qo'zi qo'shqorlarimiz yangi partiya tiniq yiriklaridan yemini yeb turgan haqiqiy go'zallaridan xudo xolasa yetib kelgan. Bularda akalar hamma yo'g'i yedishlar, hamma yo'g'i zo'r. Shu bugun ertalab yetib keldi o'zi. Sinovlari bir kun hamma yo'g'ini ko'rdik, xudo xolasa. Behijolat qildirmaydi. Yemini yeb turgan tiniq holatdagi qo'zi-qo'chqorlar kelgan. Videoni avvalda akalar videoga bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketishingizni so'raymiz. Albatta, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yish umuman esdan chiqmasin akalar. Nega desangiz, mana bunaqangi haqiqiy tiniq, badani semiz sori qo'chqorlar, buni puli yengil boqadiganlari, bularni ham asli emlashga kelgan varianti. Arzon varianti hammasidan inshaalloh qo'ldan kelgancha chiqarib turibmiz. Qo'chqorni qarang, tiniq holatda akalar. Tikka dumbaliklari, uzunliklari hamma tomonlama inshaalloh 10 tasi bir-biriga haqiqiy par. Soni 10 dona, 11 oylik atrofida, 11-12 oylik atrofida akalar qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Bo'ylari 80 plus minusga beramiz. Xudo xolasa qo'chqor tiniqlari kelgan akalar. Chertib hammasini xillab chiroyli. Xudo xolasa sizlarga hammasini yaxshisini ilinamiz inshaalloh. Aloqaga chiqasiz. Shuni bitta qo'raga 10 donani qamab turib, hali bir xilda qilib boqaman degan aka-ukalarga tayyor mana bir xilda 10 haqiqiy go'zal akalar qo'shqor. Mana videoni yaqindan ko'rdim, dumbadan tagiga olib borib olingan emas, teparoqdan, orqaroqdan olinyapti. Qo'y haqiqatan ham yirik qo'zilar akalar. Badani zo'r, yemini yeb turgan holati, klass holatda mana. Qorni hammasini ochadi akalar. Bugun ertalab yetib keldi. Hali charchog'i chiqqan yo'q. Qonni rost mana to'yib ovqat yegan yo'q. Demak, ozgina charchovi bor. Aloqaga chiqasiz akalar, bular narxi yo'lida. Ustiga kelib ko'rsangiz ham akalar, xudo xolasa dahshat zo'r ish bo'ladi. Nimagaki, qo'yni ushlab ko'rasiz, bemalol badan oshlarini ko'rasiz. O'z videoda ham hamma ko'rib biladigan bo'lib qoldi. Yirik qo'chqorlar uncha katta chiqmaydi, lekin badani bor narsa o'z boshqacha turadi. Badani zo'r xudo xolasa, yirikligi ham haqiqiy zo'r akalar. Aksariyat 80 plus minusga beramiz. Aksariyat 80 plus, uzunliklari ham juda joyida akalar mana. Xo'p, narxi 5,5 million, 5 million 300 ming, 5 million ham yo'q. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi xizmati hamma yo'g'i besplatni akalar 4 million 800 ming so'mdan akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqasiz, ish bitdi deb hisoblab qo'yasiz mana. 4 million 800 ming so'mdan akalar 11-12 oylik badani semiz, yemi normal holatda yeb turgan choy to'roydan yeb turgan qo'shqorlar. Bemalol shuni oldiga rasxoddan chiqqan, o'zgarib turgan qo'shqorlar akalar. Xudo xolasa olasiz, chiroyli baraka topasiz inshaalloh. Akalar, videoga bittadan like bosishni unutmaysiz. Xudo xolasa kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Qo'chqorni yana ham tiniqlarini semizdan ko'rishlar inshaalloh davom etamiz. Kanalimizga albatta a'zo bo'ling. Xudo xolasa qo'chqorni go'zal yiriklari kelgan. Xo'p, uzun soni bor yana bundan. Xudo xolasa so'ragan aka-ukalarga ozgina bundan yana yiriklari bor. Bundan kichkinaroqlari ham bor. Xudo xolasa sekin vaqtimdan chiqarib yuboramiz akalar.